Birinchi mavzumiz trading sohasi bilan tanishish, sohani to'g'ri boshlash haqida bo'ladi. Sohani to'g'ri boshlasangiz muvaffaqiyatingizning 50% ga erishgan hisoblanasiz. Bu juda to'g'ri fikr. Agar siz sohani to'g'ri va aniqlik asosida boshlasangiz, qo'ygan maqsadingizning yarmiga erishgan hisoblanasiz. Undan keyin u yog'iga to'g'ri strategiya, to'g'ri yo'nalish orqali ketsangiz, sizning natijangiz tez bo'ladi. Keling, bugungi mavzuni rejalari bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzumiz rejasi birinchi, trading nima? Trading nimaligi, u qanday kasbligi haqida to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi, rejamizning ikkinchi qismida trading tarixi va rivojlanish bosqichlari haqida gaplashib o'tamiz. Uchinchi rejamizda trading turlari haqida gaplashamiz. To'rtinchi rejamizda nima qilamiz? Trader kim? Traderlik turlari haqida batafsil ma'lumot olamiz. Eng oxirida trader bo'lish uchun insonda kerak bo'ladigan xislatlar bor. O'sha qanaqa xislat ekanliklari, u qanday shakllanishi kerakligi haqida siz bilan batafsil gaplashib o'tamiz. Keling, trading nima ekanligi haqida to'xtalamiz. Mavzumizning birinchi rejasi. Trading nima? Trading bu moliya bozorlarida aktivlar, ya'ni valyuta, siz biladigan dollar, yevro, misol uchun o'zimizning o'zbek so'mi, keyin aksiyalar, siz biladigan Google, Apple, shunga o'xshash aksiyalar bor, misol uchun Microsoft aksiyalari bor. Keyin tovarlar, siz biladigan xomashyo birjasi bor, misol uchun Almatura, televizorlarda tagida chiqib turadi-ku, Almatura narxi bunaqa bo'ldi, sement narxi bunaqa bo'ldi deb, xuddi shu tovarlar. Keyin kriptovalyutalar bor bizlarda. Bitcoin, Ethereum shunga o'xshash aktivlarni sotib olish va sotish orqali foyda olish faoliyatidir. Buni sizga qanaqa oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, siz kriptovalyuta misol uchun sotib olasiz, arzon paytida, qimmat paytida sotasiz. O'rtadagi foydangiz sizniki hisoblanadi. Endi keling, trading yangi sohami? Ko'plar adashadi. Misol uchun O'zbekistonga endi kirib kelayotgan yangi sohalardan biri deydi. Yo'q, trading yangi soha emas. Trading o'zi oldindan kelayotgan, eskidan kelayotgan soha hisoblanadi. Chet elda, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Yevropada u trading bilan oldindan shug'ullanishgan. Endi qarang, umumiy qilib aytganda trading nima desangiz, trading qisqacha qilib aytaman, oldi sotdi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni siz biror narsani sotib olib sotasiz. Trade qilish, savdo sotiq qilish degan ma'noni anglatadi. Umumiy mazmuni shunaqa. Keling, endi tradingning rivojlanish tarixiga keladigan bo'lsak, trading yangi soha emas. Trading ildizlari juda qadimga borib taqaladi. Insoniyat tarixida misol uchun oldi sotdi boshlangan, ya'ni misol uchun tovar ayirboshlash xizmatlari boshlangan. O'sha paytdan trading rivojlanib, bu yoqqa rivojlanib ketgan deb hisoblasak bo'ladi. Keling, trading rivojlanish bosqichi, tarixi va rivojlanish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi birja, ya'ni birinchi fond birjasi, ya'ni siz biladigan aksiyalar sotiladigan birja bor-ku, Apple, Google, shunga o'xshash kompaniyalarning aksiyalari sotiladigan birja 1602-yilda Gollandiyada Amsterdam fond birjasi hisobida tashkil qilingan. Amsterdam fond birjasi bu dunyodagi birinchi rasmiy aksiyalar birjasi hisoblanadi. Ko'rdingizmi? Tradingning tarixi borib 1602-yilga borib taqaladi. O'sha paytdan beri Yevropa tarafda bu qimmatli qog'ozlar, ya'ni aksiyalar oldi sotdilari, ulardan foyda olish, ularni sotish, ularni sotib olish shu qadim tarixga borib taqaladi. Endi keling, zamonaviy bozor bosqichi haqida gaplashamiz. 1980-yildan hozirgi kungacha tradingning rivojlanish bosqichi bor. Misol uchun 1980-yillardan boshlab elektron savdo tizimlari joriy qilingan. Ya'ni bizda kompyuterlar rivojlangan, kompyuterlar shakllangan. Misol uchun kompyuterlar paydo bo'la boshlagandan keyin aksiyalar yoki valyutalarni olib sotish uchun platformalar, ya'ni tashkil qilingan. Oldinlari
eski paytlari kinolarni ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Wall Street bo'risi degan kino bor. Tradingga qiziqqanlar, treyderlar bu kinoni albatta ko'rishgan bo'ladi. O'sha kinoda boshida 1980-yillardan oldin qog'ozga yozib turib, оформить qilishgan, ya'ni qog'ozga yozib aksiyalarni sotishgan. Kompyuter rivojlangandan keyin o'sha kinoda ham ko'rsatilgan, kompyuter rivojlangandan keyin kompyuterda grafiklarni ko'rsatib qo'ygan joyi bor. Xuddi shunaqa qilib kompyuter texnologiyalari rivojlanib, internet rivojlangandan keyin insonlarni bozorga kirib oldi sotdi qilishini yengil bo'lishi uchun bu bozordan hamma foydalanishi uchun shunaqa platformalar yaratib turib, internetga joylanib, internetda oldi sotdi, ya'ni trade qilish imkoniyatini yaratib berishgan. Bugungi kunga kelib New York fond birjasida 2000 dan ortiq kompaniyalar ro'yxatdan o'tgan. Ya'ni siz bilgan o'sha Google, Apple, Microsoft shunga o'xshagan kompaniyalardan 2000 tasi yig'ilib butun bozor qiymatini, ya'ni Amerika fond birjasini qiymatini 20 trillion dollardan ortiqini tashkil qiladi. Endi qarang, tradingni o'ziga yarasha turlari bor. Trading deganda faqat bitta yo'nalish tushunilmaydi. Uni yo'nalishi ko'p. Birinchi sohasini oladigan bo'lsak, birinchi yo'nalishi forex. Foreign exchange, ya'ni valyuta ayirboshlash degan ma'noni bildiradi, ya'ni valyutalar savdosi. Keyin stock trading bor, aksiyalar bilan savdo. Ya'ni siz o'sha bilgan Google, Apple aksiyalarini sotib olasiz, keyin qimmatlagan paytida sotasiz. Bu sizga foyda olib keladi. Keyin kripto trading, raqamli valyutalar bilan savdo qilish. Bu xuddi shu aytganimdek Bitcoin, Ethereum, shunga o'xshash kriptovalyutalar bilan savdo qilasiz. To'rtinchi nimamiz commodities. Bu ya'ni xomashyo savdosi. Bu oldinroq aytganimdek, bu yerda bug'doy, o'shanaqa oziq-ovqat mahsulotlari, keyin ishlatiladigan sement, shunga o'xshash mahsulotlar sotiladi. U commodities birjasi, u har bir viloyatda, har bir davlatning o'zida, har bir viloyatida bo'ladi. Misol uchun o'zingizni viloyatingizni ko'rsangiz ham birjasi bor, birjasiga borsangiz o'sha yerdan xomashyo sotib olishadi. Keyin derivativlar savdosi bor, futures. Keyin bu savdolar nima desangiz, bu savdolar umumiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, futures savdolarida sizga brokerlar shunaqa yo'nalish qilib beradi. Siz sotib olgan narsangizni qo'lingizga olmaysiz, sizga shartnoma hisobida berishadi. Shartnoma hisobida, ya'ni ticket nomeri bilan shartnoma hisobida berishadi. Siz o'sha shartnomani sotib olasiz, keyin sotasiz. Bu hozirgi eng ommalashgan, siz shug'ullanmoqchi bo'layotgan tur hisoblanadi. Futures, Forexda valyutalarni futures yo'nalishi orqali olib sotasiz. Keling, forex bozori tarixi haqida to'xtalib o'tamiz. Bundan oldin forex nima ekanligini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Forex bozori valyuta ayirboshlash bozori hisoblanadi. Bu katta global sistema bo'lib, bu yerda markaziy banklar, tijorat banklari, eksport-import kompaniyalari ishtirok etadi. Ya'ni markaziy banklar, boshqa banklar qanaqa ishtirok etadi? Misol uchun siz bankka borib turib, dollar ayirboshlamoqchisiz. U yerda ham siz bevosita forex bozorida ishtirok qilayotgan hisoblanasiz. Ya'ni siz borasizda so'mga dollar sotib olasiz yoki dollarni so'mga almashtirasiz. Siz qaysidir ma'noda forex bozori ishtirokchisi hisoblanasiz. Forex bozori 1970-yildan boshlab real shakllana boshladi. Dastlab faqat markaziy banklar, tijorat banklari, eksport-import kompaniyalari ishtirok etardi. 1990-yildan keyin internet rivojlanishi bilan oddiy investorlar va treyderlar uchun ham bozor ochildi. Bozorga kirib bemalol savdo sotib qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Forexda valyuta juftliklari olib sotiladi. Ya'ni siz misol uchun yevro USD, yevro va AQSh dollari juftligi, siz bankka borasiz, bankka borib, menga 100 yevro kerak deysiz. Sizga keyin u nima qiladi? O'zbekiston so'mida 100 yevro qancha bo'lishini aytadi. Misol uchun 100 yevro 1.300.000 so'm deb aytadi. Siz 1.300.000 so'm to'laysiz, keyin yevro sotib olasiz. Misol uchun yoki $110 to'laysiz, 100 yevro sotib olasiz.
Xuddi shunaqa ishlaydi. USD JPY AQSh dollari va Yaponiya yenasi. Siz borasizda menga Yapon yenasi kerak yoki-da dollar kerak deb Yapon yenasida pul to'layman desangiz, xuddi shunaqa juftliklar ayra boshlanadi. Forex bozori haftada 5 kun, sutkada 24 soat ishlaydi. Qarang, Forex bozori haftada aytganimizdek 5 kun, sutkasiga 24 soat ishlaydi. Bu qanday hisoblanadi? Qarang. Misol uchun, bizni O'zbekiston vaqti bilan ertalab tongi 4-5 lar atrofida Tokio, ya'ni Yaponiyada misol uchun quyosh chiqib, uje Yaponiya bizadan oldinroq, misol uchun nima bo'ladi? U yerda odamlar bizada 4 bo'lgan paytida ularda 9-8 atrofi bo'lsa, odamlar chiqib ishga boradi. Tokioning banklari ishlaydi. Misol uchun-da, banklari ishlab boshlaydi. O'sha banklar ishlab boshlagandan uje Forexda valyuta ayira boshlash xizmatlari shakllana boshlaydi. Valyutaga talab kuchayadi, misol uchun sotiladi, olinadi. Keyin 9 ga kelib turib O'zbekistonning banklari ochiladi, o'sha Forex bozoriga O'zbekiston banklari qo'shiladi. Keyin O'zbekiston vaqti bilan obedlarga Tokio, obeddan keyingi Tokio misol uchun banklari bozordan chiqib ketadi. Keyin Yevropa, ya'ni London, o'sha Yevropa tarafdagi banklar savdoga, bozorga kiradi. Undan keyin nima bo'ladi? O'zbekiston soat 4 da bozordan chiqib ketadi. Keyin Amerikaning banklari bozorga kirishga, Amerikada ertalab bo'ladi-yu, ertalab bo'ladi, bozorga kiradi. Misol uchun-da, Forex bozoriga kiradi. O'sha aylanma hisobiga, misol uchun Amerika bozori ham kechki 2 larda yopiladigan bo'lsa, keyin Avstraliya banklari qo'shiladi. Shuni hisobiga uzluksiz aylanadi. Misol uchun-da, uzluksiz aylanadi. 24 soat ishlaydi. Lekin brokerda hozirgi kunga kelib, ya'ni brokerda 1 soat ishlamay dam oladigan payti bor. Ya'ni hozirgi kunga kelib, hozirgi yozgi savdo sessiyalarini e'tiborga oladigan bo'lsak, soat 2 da yopiladi, tongi 3 da ochiladi. Endi qarang, bozor sessiyalari 4 da. Tinch okeani sessiyasi, Avstraliya banklari ishlaydi, Osiyo sessiyasi, Tokio, Markaziy Osiyo banklari ishlaydi, Yevropa sessiyasi, London, o'sha Yevropa davlatlarining banklari ishlaydi, keyin Amerika sessiyasi, New York, ya'ni Amerikani banklari ishlaydigan paytga to'g'ri keladi. Keling endi trader kim, traderlik turlari haqida gaplashamiz. Trader bu moliya bozorlarida, masalan, Forex bozori bor, fond bozori bor, kripto tovarlar bozori orqali aktivlarni xarid qilish va sotish orqali foyda olishga intiladigan shaxsdir. Ya'ni nima demoqchi? Qarang. Siz Forex bozoriga yoki-da kriptovalyuta bozoriga kirsangiz, masalan, kriptovalyuta sotib olsangiz, uni narxi o'sgandan keyin sotasiz. Misol uchun o'rtadagi farqdan foyda ko'rasiz. O'sha traderning kasb hisoblanadi. Trader kasbining ma'nosi shu. Misol uchun fond bozori bo'lsa, aksiyani arzon olasizda, qimmatroq sotasiz, misol uchun. Forex bozori bo'lsa, Forex bozorida valyutalarni sotib olasiz, ozgina narx o'ynash hisobiga, ya'ni yuqoriga yoki tepaga o'ynash hisobiga foyda olasiz. Traderlik turlari haqida birinchi bizda scalper, ya'ni scalping traderni gaplashamiz. Bu juda qisqa muddatda, soniyalar yoki daqiqalar ichida savdo qiladi. Ya'ni bizda shu joyga kelamiz, time frame degan narsalar bor. Ya'ni siz grafik ko'rib o'tirganda 1 minutlikdan tortib to misol uchun kunlik, oylik, yillik grafiklarni kuzatishingiz mumkin. Scalping bilan shug'ullanadigan traderlar nima qilishadi? Eng kichkina time framelarga o'tib olishadi, narxni ozgina harakatidan foyda qilishadi. Savdo ochishadi, ozgina tepaga yoki pastga yurgandan keyin savdoni ilib yuborishadi. Keyin bizda day traderlar bor. Day traderlar bular kunlik traderlar. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun kun ichida savdosini ochadi, misol uchun ochadi-da, kunning oxiriga olib bormasdan savdosini yopadi, foydasini olib chiqib ketadi. Keyin bizda swing traderlar bor. Pozitsiyasini bir necha kun yoki haftaga saqlaydi. Shunaqa traderlar bor. Misol uchun savdo ochadi, dushanba kuni savdo ochsa, haftaning oxirigacha ushab turadi savdosini. Keyin haftaning oxirida savdosini yopadi-da, keyin
foydasini oladi. Keyin pozitsion treyderlar bor. Pozitsion treyderlar bular uzoq muddatli savdo qiladi, oilaviy yillar ketadi. Bu ko'pincha aksiya bozorlarida yokida kripto bozorlarda uchratishingiz mumkin. Sababi aksiyalarni sotib olib qo'yib, uni uzoq muddat saqlasangiz sizga dividend beradigan aksiyalar bor yokida uzoq muddatdan keyin o'sish xususiyatiga ega bo'lgan aksiyalar bor. O'shaning uchun pozitsion treyderlar oylar, yillar davomida ochgan savdolarni saqlab turishadi. Keyin bizda algoritmik treyderlar bor. Algoritmik treyderlar bu kompyuter dasturlari yokida robot yordamida avtomatlashtirilgan savdo qiladi. Ya'ni algoritmik treyder katta hedge fondlar bor, savdo bilan shug'ullanadigan o'zi shunaqa katta tashkilotlar bor. O'sha tashkilotlarda algoritmik treyderlar bo'ladi. Bular o'zlari programmist bo'ladi. Programma qilishga, misol uchun har xil dasturlarni yozishga moslashgan treyderlar bo'ladi. Tradingdan ham shu xabari bo'ladi. Bular o'zlariga mos robotlarni dasturlab chiqarishadi. Shu robotlardan foydalanish orqali savdo qilishadi. Keling endi eng oxirgi muhim qismiga to'xtalamiz. Trader bo'lish uchun kerak bo'ladigan xislatlar. Birinchi, to'g'ri start, ya'ni sohani to'g'ri boshlashingiz va yo'nalishni aniqlab olishingiz kerak. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, har xil yo'nalishlari bor. O'zingizga mosimi. Misol uchun, qanday trader bo'lasiz? Day tradermi, scalping bilan shug'ullanasizmi yoki da swing tradermi? Bozorni ko'rib, endi hozir oldimizda-ku mavzular. Misol uchun bozorni o'rganganingizdan keyin o'shalarni ko'rib turib, so'ng o'zingizning yo'nalishingizni tanlashingiz mumkin. Ikkinchi, shoshmaslik. Ko'pchilik xato qiladi. Uje misol uchun video darslarni sotib oladi-da, sotib olgandan keyin darrov natija kutadi. Yo'q, natija kelishiga katta ehtimol bilan o'zingizga bog'liq. O'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak, grafikda ko'proq vaqt o'tkazishingiz kerak, bozorni xarakterini o'rganish kerak. Bu asosiy tushunchalardan birisi. Vaqtni to'g'ri taqsimlash. Ya'ni siz hozir hamma ko'pchilik ishi bo'ladi, keyin qo'shimcha daromad sifatida shu kasbni o'rganmoqchi. Nima qilasiz? Misol uchun ertalab 2 soat, kechqurun 2 soat vaqt ajratasiz-da, yaxshilab o'rganasiz, misol uchun-da. Keyin eng asosiy narsa bor. Misol uchun siz tradingni o'rganmoqchisiz. Bitta odamdan kurs sotib oldingiz yoki video dars sotib oldingiz. O'sha video darslarni ko'rib turib strategiyalarni o'rgandingiz. Ko'pchilik nima qiladi? O'sha paytda chalg'iydi. Chalg'imaslik deganda ijtimoiy tarmoqlarda nima ko'p? Hozir traderman degan odamlar ko'p. Misol uchun har birisini o'ziga yarasha strategiyasi bor. Menda bunaqa strategiya bor, menda indikator bor, menda robot bor deb sizni chalg'itadi. Siz asosiy yo'nalishda, to'g'ri yo'nalishda o'rganib kelayotgan bo'lsangiz, shu chalg'ish oqibatida natijangiz orqaga suriladi. Ya'ni siz natija qilmoqchisiz, lekin o'shalarni ko'rasizda, boshqa fikringiz chalg'iydi, boshqa tarafga ketadi. Keyin u haqiqat emasligini bilganingizdan keyin yana kelib o'sha darslarni boshidan boshlab yana o'rganishga qaror qilib o'tirasiz. Lekin o'rtada oraliqda vaqt bilan sizni moliyaviy tomondan sizga minus hisoblanadi. Pul yo'qotasiz va keyin yana asosiy yo'nalishga qaytasiz. 5-ga keladigan bo'lsak, odamda sabr bo'lishi kerak. Misol uchun siz boshlaganda bir narsani to'g'ri tushunish kerak-da. Misol, liboy sohaga kirsangiz, har qanday sohaga kirsangiz, birdaniga o'rganib ketib bo'lmaydi. 1 yil 6 oy shogird tushib yurasiz-da, misol uchun o'shani sir-sinoatlarini o'rganib, keyin nima qilasiz? Keyin siz usta bo'lasiz, usta darajasiga yetasiz. Misol uchun-da, trading ham xuddi shunaqa. U 1 oy, 2 oy, 3 oyning ichida siz umumiy usta bo'lib ketmaysiz. Ya'ni siz bozorni 100% biladigan odam bo'lib ketmaysiz. O'shaning uchun sabr qilish kerak. 1 oy, 2 oy, 3 oyda to'g'ri metodlarni o'rganib, keyin o'zingiz bozorga qarab turib, bozorning shakllanishini ko'rib, xulosa qilib, keyin 4-5 oydan keyin siz natijaga chiqib borishingiz mumkin. Keyin tasavvur qila olish san'ati juda muhim. Ya'ni siz haqiqatdan ham shu trading orqali ko'p pul topishga ishonishingiz kerak. Qadimgilar ham, ya'ni eskilar ham aytishgan, yaxshi niyat yarim davlat deb. O'shaning uchun, misol uchun bir kunda shunaqa pul chiqarishim kerak deb shunga intilsangiz, misol uchun
yaxshi niyat qilib turib tasavvur qila olsangiz shu pulni topishingizni, keyin sizga nima qiladi? Pul o'zi kelishni boshlaydi, yaxshi o'rgansangiz. 7-ga keladigan bo'lsak, energiya. Bu juda muhim. Energiyani to'g'ri taqsimlash kerak. Misol uchun siz tradingni o'rganmoqchisiz, lekin ishingiz ham bor, ishingizda ko'p energiyangiz ketib qoladigan bo'lsa, energiyani to'g'ri taqsimlash kerak. Misol uchun kuni bilan ishda yurib, ishingizdan charchab kelib, kechqurun shug'ullana olmasangiz, ertalab erta turish kerakda, trading bilan shug'ullanish kerak. Eng asosiysi tashlab qo'ymaslik kerak, harakat qilish kerak. 8-sida ham shu yozilgan. Ko'p harakat qilsangiz, ya'nida ko'p harakat qilib intilsangiz, albatta natijaga erishasiz. 9-da shunga bog'liq bo'lgan nima yozilgan? Taslim bo'lmaslik kerak. Bittada o'xshamaydi, ikkitada o'xshamaydi, uchtada o'xshamaydi, lekin 4 yoki 5-urinishda o'xshashi mumkin. Bu nima degani? Bu degani ko'pchilik xato qiladi. Ya'nida misol uchun odamda nafs bor, misol uchun sabrsizlik bor. Shuni orqasidan aytilganlarni qilmaydi-da, shoshib, ko'proq risk qilib, ko'proq savdo ochib qo'yib, keyin minus qilib qo'yadi-da, tushkunlikka tushib qoladi. Yo'q, o'sha xatolar ustida ishlash kerak. Bular haqida keyingi mavzularimizda batafsil to'xtalamiz. Bu videoni yana boshidan ko'rib chiqing, mustahkamlab oling. O'zingizga kerak bo'ladigan joylarini konspekt qilib olsangiz, juda ham xursand bo'lardim.